Shart ayrim bir bitikdi insonlarning asl basharasini qayta sho'lligini ko'rib ko'raman. Atagilarga so'kinadigan joylari bor. Ozgina u gromkani pasaytirib olasizlar yoki naqshni taqib olasizlar. Men nega birinchi o'chiribdi? Nega mana shu bayrog'imni shunaqa o'tash nikim hamda bayrog'im o'tash eronligi o'zgardi. Bundan 2 sezon avval imini meni nikim bilan itakda meni bayrog'imni o'tash eronli o'zini shaxsiy bo'lgan o'tash profiliga meni gapim bilan bir tiyin pul olmasdan o'zgartirgan. 2 kun yoki 3 kun meni nikim, meni bayrog'im bilan o'ynagan. Ya'ni o'tash hammamiz tanigan Flash. Bu narsani rasmini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Meni nikim birinchi o'chiribdi meni nikim va meni bayrog'im. Lekin mana bu akkaunt meniki emas. Bu akkaunt meniki emas, o'tashi hammamiz tanigan. Mana ko'rishingiz mumkin o'tashi reytingda, ya'ni o'tashi Ultimate Royal'da bir og'iz gapim bilan o'tashi Flash bayrog'ini ham o'zgartirgan, nikini ham o'zgartirgan. Problema yo'q, sendan bir tiyin pul olmayman degan. Itakda shunaqani o'zgartirdi. 3 kuncha meni nikim bilan meni bayrog'imni o'ynadi. Keyin o'tashi shunaqani aylanyapti. Bu Flash bu sezon hammamiz bilamiz, u reytingga o'ynamadi, boshqa qildi. U dam oldi ya'ni. Va men bunga yozdim. U qarochi men Toshkentga ketyapman ishim bilan. Seni vaqting qanaqa? Sen meni o'tashi u profilimda kirib turib o'ynab turishga deb yozdim. Men Flashga. Yozsam meni vaqtim bor, u bemalol. To'liq senga yordam beraman dedi. Chunki men Flash bilan zo'rman. Hammamiz lekin o'tash shu natsistlik qilmoqdamiz. Bu yog'ida, bu yog'ida vatanini sotdi, downla. U vatanini sotdi degan narsa nima o'zi aslida bilishsan, oddiy o'yin bu. Chatda bayroqni o'zgartirdi, nikini o'zgartirdi degan bayroqni sotdi, ketdi degan emas. Kimdirlar o'tashda Turkiya bayrog'ida o'ynaydi, kimdirlar o'tashda Turkiya nikida o'ynaydi, kimdirlar o'tashda Rossiya nikida o'ynaydi. Nima u shular ham hattoki davlatini sotgan bo'ladi, o'tash millatini sotgan bo'ladimi shunda? Sabab o'tash aql farosatinglarni ishlata bilsanglar juda yaxshi bo'ladi. Ikkinchi masala, keyin meni orqamdan ayrim bir o'tash negativlar, O'zbekiston uchun unaqa edi, O'zbekiston uchun bunaqa edi, tudaydi, sudaydi. Men sizlarga o'tash narsani ham fakt bilan keltirib beraman. Qarochi men haqimda video chiqaribdi. Men xafa bo'ldim. Bu o'zbek u yog'ida, bu yog'ida. Lekin noto'g'ri ish qildi, u nikini sotdi, bayrog'ini sotdi. Allohga shukr aytaman, pulim yetarli. Etakda u Mamatdan men bir tiyin pul olmaganman. Etakda men o'tash Mamatga bir tiyin pul ham bermaganman. Birinchi o'ptirib sizlarga men bitta videoni ko'rsatmoqchiman. Ya'ni eng so'nggi streamimda iminda to'fa o'tash elementlar bilan tushganimizda, bitta kartaga tushganimizda umuman bilmaganman, samolyot oxiriga tushganmiz va samolyot oxirida o'tash AFK ko'rmasdan ketib o'rganimda bitta sherigimni esa sohilda shartda otib yuborgan, o'tash otib yuborgandan so'ng to'g'ri meni betimga o'ynashni boshlagan. Undan keyingi to'liqonli o'tash videoda men sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu narsani juda ham ko'pchiligimiz ko'rganmiz, ko'rmaganmiz, lekin o'tash ko'rmagan insonlarga men bu narsani ko'rsatib o'taman. Endi sizlar imina bu odamning reaksiyasini, bu odamning so'kinayotgan gapini, o'tash gapirayotgan gapini to'liqonli eshitamizda, keyin o'zingizlar bitta xulosa qilib turib chiqarib olasizlar. Eshitamiz. Akem bilan yurtayman. Po'q qo'y, element. Tegdir yurtdi. Po'q qo'y, nok beraylik. Mashinasiga chiqyapti. Chiqing, ketdik. Gaz. Bitta naryoqda, yo'l naryog'ida bittasi. Narga bitta, men narga. Ketyapti bular. Eshitdinglar? Chiqing bu gando. Seriga qaytdi. Tashlash kerak. Bu qarochi akalar ko'ra, Odamiga ham element. bu qarochi akalar ko'ra o'tash mashinadagi menman. Qaranglar. Onning ichki. Joni yo'q. Musurlar jallab. Eshitamiz undan keyin gapini. Keyingi marta biz bilan tushishda o'ylab tushlaring. Mana ochko ko'p endi.
deb bosma keyingi marta. Og'zingga shunaqa beraman. Komandada bitta element qolganda, bitta Sardorni o'zi o'ynayotganda tushishni bilasanlar, harrom bo'lar jallar. Men Eminni so'kayotgani meni so'kayapti. Ya'ni o'ttashi nikim O'zbekiston. Keyin undan tashqari o'ttash bayrog'imiz O'zbekiston. Endi esa bundan keyin gapini eshitinglar. tushaman, og'zingga olasan shunaqa. Ularni shuni og'ziga berib tashish kerak. Element cho'chimasdan, qo'lingizdagi orujani ko'ttiga tiqish kerak. Qanaqa oruja bo'lsa ham. Bu orujam yo'q. Lut yaxshi emas deb o'tirmaslik kerak. Buni tap ushlagan joyida berib tashish kerak. Оружие Ko'rdik endi. Endi bu to'ycha men haqimda bugun o'tash Instagram platformasiga, ya'ni o'tash video joylabdi. Bu videoni ko'rib turib ahuyet dedim men. Nega unaqa dedim? Hozir sizlarga men ko'rsatib o'taman. Endi jigarmon tomosha qiling. O'qituvchilar hozir sizlarga bitta narsani ko'rsataman, faqat to'g'ri tushuninglar. Kim qanaqa tushunib olishi o'ziga bog'liq. Xo'p, hozir nimani ko'rsatmoqchiman sizlarga? Xullas, reytingga kiramiz. Reyting Ultimate reytingda top 1damiz. Xudoga shukr, ko'rib turibsizlar. Bu 3 sezondan beri top 1da turibmiz. 2 sezon top 1da ushlab qoldik. 3-sezon ham shuni harakatidamiz. Top 5dagi akkaunt bo'lsa, Iran nick bilan Iran flagi qo'yilib qoldi. Bu o'sha ko'pchilik mana shu isqirtni gapiga kirib bizga haterlik qiladigan bir giban streamerimiz bor. O'shani akkaunti o'zi bilganlar bilib bo'ldi kimnikiligini. Bu narsa nafaqat menga, men rank up qilganimligim uchun mana niklari, flaglari o'zgarib ketgani real yoqmadi, chunki bu rank upchilarni shaniga, bo'yna qilayotgan mehnatiga dog' tushiradi-da. O'zlari o'zbeklar o'zlari rank ko'tarmas ekan, eronlikka, turklarga ko'tartirar ekan degan xayol bo'ladi. Boshqa davlatdagi rank kuzatadigan insonlarning nazarida shunaqa xayol bo'ladi. Bizga bor 20 tadan ziyod mana o'zbeklar o'zlari 20 soatlab o'ynab, 24 soatlab o'ynaman, top 2, top 3da turishib ketma-ket. Qancha rank upchilarni nomiga dog' tushiryapti-da bu isqir. Kapchkalarim deyman-ku, o'sha odamlar tomosha qiladigan, o'sha odamlar paddishga qiladigan odamning akkaunti eronlik isqirtga bergan, teparoqda turish uchun eronlik ko'tini qo'pol bo'lsa ham yalab, ko'tini yalab bo'lsa ham teparoqda turish uchun akkauntni bergan. Bu niklarini o'zgartirib, flaglarni o'zgartirib oldi. Bu narsa juda ko'pchilikka yoqmadi mana. Nimani populyarnistda ko'rsanglar bo'ladi, Ali Padarkush nimadirlar, sektorda o'g'li Ironni haromlaychasi, yana uzbini sotgan haromi Mamatning o'g'li emas bo'lib ketgan. Shundan keyin ham mana menga mana shu videoga, sektor teamga shuncha mehnat qilib o'zbeklar nomini tepaga olib turib, top 1da o'zbeklarda degan narsani mana endi reytingda, Ultimate reytingda 3 sezondan beri ushlab turgan komandaga negativ bo'lsanglar, unda sizlarga hech qanaqa gapim yo'q. Sizlar xudo urib ketgan, sha'ni g'ururi. Bu to'ycha o'tash xudoni ham taniydi. Tomosha qilinglar. O'tashi Svitoydan so'kadigan, hamda o'tashi dadadan so'kadigan. Undan keyin gapini tomosha qilinglar. Or-nomusi yo'q insonlar men uchun unaqa insonlarning gapi ham emas. Ko'zni ochinglar, to'g'ri auditoriyani tanlanglar, to'g'ri insonni kuzatinglar. Har xil g'ala-suda gaplarga ishonmanglar. Bu reyting, ko'ting chidasa o'yna, ko'ting chidamasa o'ynama deyman-ku. O'zbeklar so'kib videolar chiqargan isqirtlar mana shu eronliklar bo'ladi. Mana shu isqirtlarga akkauntini berib, azor qildi hamma tomonda, sharmanda qildi. Ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Sizlar nimaga chiqibsizlar degan savollarga mana javob. Shunaqa ko'z haromxo'r o'zbeklar ko'tini kavlaydigan isqirtligini bilganimiz uchun ular bilan O'zi aslida bu yerda kimni ko'tini kavlayapti? Kim orqasidan hayb qilyapti? Kim uchun qanaqangi kontent qilyapti? Men o'tashi bayrog'imni alishtiramanmi yoki nikimni alishtiramanmi? Men tushunmayman-chi. O'zi aslida nima bo'lgan deb so'rab bilish kerak. Men vaqtida o'tashi fleshga men sizlarga yana ko'rsatib o'taman. Men o'tashi vaqtida o'tashi fleshga Assalomu alaykum og'alar. Men imini nikimni qo'ygan paytda hech kim men kelib turib Ali o'tashi fleshda
profiliga nikini qo'yibdi, o'tash bayrog'imizni qo'yibdi degan fikr bo'lmagan. Yalinibdi Ali, boshqa qilibdi, top 1 chiqyapti, bo'lmasam chiqolmardi. Boshqa gaplar. Hozir ligini bilganimiz uchun ular bilan chiqishmaymiz. Aslida O'zbekistonning nomini top 1da ushlab turgan bu sektor team bo'ladi. Publikda ham bizdan keyin hech kim maksimal tez qilib top 1da turgani yo'q. Biz turganmiz, Ultimate'da ham 3-sezon mana top 1damiz, Xudoga shukr. Va bundan keyin ham nasib qilsa faqat top 1da O'zbekiston flagasini ushlab turishga harakat qilamiz. Og'alar, sizlardan paddeshga biz bosaveramiz, gazini bosaveramiz. Hammaga rahmat. Bo'lmasam og'alar, videoni ko'rib o'zingizlarga tegishli fikr, mulohaza chiqarib olinglar. Hammanglar katta odamsizlar. xo'sh, endi men sizlarga bu narsani boshdan tushuntirib o'taman. O'zi aslida sektori bo'ladimi, to'foni bo'ladimi, baroni bo'ladimi, nima bo'lib chiqqan? O'tasha ichimizdagi endi bularni tilida o'tash konflikt nima asosida bo'lgan? Bu narsalarni ham sizlarga men fakti bilan keltiraman. Ancha sezon oldin o'tash klassika reytingda men imенно reyting ko'tarayotgan paytimda mana shu Jasur ukam, ya'ni Semurgan bor edi, hamda o'tash kartada men ham bor edim. Undan tashqari o'tash akobir, ya'ni o'tash men brachkalarim bor edi. Bizlarga imенно o'zbek bo'lib turib, bizlarni minusga tiqish uchun o'tash burunga tushishni boshlashgan bu bolalar. Men bu bolani tanimasdim. Birinchi o'chirda men bu bolani tanimasdim. Bu sektor esa kuni kecha men bilan birga yonimda o'ynab yurgan bola bo'lgan. Ali, o короче, qanaqangi kontent qilsam bo'ladi degan paytda u reyting ko'tar deganman. Ha, reyting ko'tarsang, o'tashini sekin o'tash aktivni ko'tarilib keta oladi deganman. O'sha paytda u sektor o'tash Amerika serverida reyting ko'tarishni boshlagan. O'tash Amerika serverida reyting ko'tarayotgan bir paytda men komandamga qo'shib yurgan bo'lganman bu bola. Men sizlarga ko'rsatib o'taman deganimdek, bitta video ko'rsataman yana. Bu bolalar menga o'tash boshdan o'tash konflikt deb turib, o'zlarida tilida o'sha shartta konflikt turib yasab olgan bolalar. Xullas, bu sezonni juda ham ko'pchiligimiz taniymizmi, u tanimaymizmi, meni bilmayman. Sizlarga men bu narsani boshidan ko'rsatib o'tmoqchiman. O'zi aslida bularda ichida nima bo'lgan degan savollarga shu yerda o'zida men javob beraman. Endi bu narsani tomosha qilinglar. Bitta kartaga tushgan men bilan, imенно men bu bolalarni tanimayman, bu bolalarning ichidan bitta baronni taniyman, ya'ni o'ta Sardorni taniyman. Endi sizlar ko'rishingiz mumkin bu narsani. Uzulga bonish qilib Ostotirachi. Mana bo'ldi. Menga. Mana. O'zi aslida bu bolani men tanimayman, bilmayman. Bu akkauntda men bo'lganman. Imini bu akkaunt men bo'lganman. Bu bolalar meni imini minusga tiqaman deb tushgan. O'zidan o'zi o'tash konflikt yasab olgan. Mendan ancha past insonlar. Ya'ni men bu gapim bilan aytmoqchiman, mana shu YouTube platformasida Allohga shukr aytaman, 700 mingta podpisчигim bo'ladigan bo'lsa, bu bolalarni podpisчиги 30 mingta, 40 mingta, 50 mingta. Men hech kimga hype qilmoqchi emasman. Menga internetda hype ham kerak emas o'zi aslida. Bu narsani juda ham ko'pchiligimiz bilamiz. Faqatgina bu insonlarning maqsadi birinchi o'rindan hype. Ha, o'tash Ali bilan tushdimi, gol urishimiz kerak, gol yopishimiz kerak. Shartda urishimiz kerak. Meni mana shu yerda baron, to'fon, yana undan tashqari odamlari. U tomosha qilinglar. Xo'sh, men sizlarga endi Telegramda Sardor Jon bilan o'tash yozishgan gapimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu Sardor bilan yozishgan gapim. Endi o'sha paytdagi men imенно o'tash reytingda o ko'tarayotgan paytim. Imенно men reytingni ko'tarayotgan paytimda 26-sentyabr kuni Sardor deganman, 1dan 6 minut o'tganda. Keyin undan tashqari yozganman. Ne menga nisbatan unaqa ko'tlik qilyapsiz. Imенно o'ziz u boshchiligingizda
sabab deganman. Bu ishingizni erta kunda o'ylab qilyapsizmi deganman. Nega? Mana bu yerda xo'sh, men ham zavga ko'taryapman, to'xtamasdan o'ynayman. Dariga qarab bosgan joyim yo'q lekin. Kecha men u akkauntimni korotchi o'tash onlayn ko'rganim yo'q. Bizlarga ruinga tushishga sabab meni akkauntimda u Sardor o'tash rang ko'tarayotgan akkaunt druziyamda bor bo'lgan. Bor bo'lgan bir paytda meni akkauntimni ko'rib turib bosgan, ya'ni o'tashib birga tushaman deb turib. Degan Sardor yosh bola emasman. Men sizga deb turib uni yozganman. Keyin men chiqishim bilan Liviga o'ynashga boshlagansizda. Sizda rang ko'tarishingizga, Livik o'ynashingizga prekrasa, Livik o'ynamasligingizga prekrasa bilaman. Sardor ham Livik karta o'ynamaydi. Ya'ni o'tashi Lapar u Baron ham Livik kartasini o'ynamaydi. Keyin imенно streamingizni ko'rib o'zim aytayapman, rus streamer bilan birga tushishimiz kerak deb imенно meni shu joyda aytgansiz. O'zingiz ham bilib turibsiz. Mendan ko'tlik bo'lsa ko'tara olmaysiz deganman. Mendan sizga nisbatan ko'tlik bo'lsa ko'tara olmaysiz deganman. Keyin korotchi tashib men Telegram kanalimga men stream to'xtataman, u yoq bu yoq deb tashaganman. Keyin tinchlikmi deb turib, как будто 3-oktyabr kuni ustimdan izdivasa qilib, kulib, o'sha maylar bilan tashagan. Keyin u Sardor shartda meni yopganini esa video qilgan, o'zining kanaliga joylagan narsasiga men shartda o'tash avtoriskini urib yuborganman. Ya'ni mana shu YouTube'da kimdir o'zingizlarda shaxsiy bo'lgan videolar, sizlar o'tash YouTube'da u faoliyat olib borsanglar, u narsaga o'zingizlarda shaxsiy narsalar, shartda avtoriskini urib yuborasizlar u kanalga. O'tash avtoriskini urib yuborganman. Keyin men Sardor chaqirganimda, juda ham chiroyli gaplashganman. Men u narsani sizlarga отдельно qilib turib ko'rsataman. Mikrofon yo'qsizlar desizchu. Sardor? O, Ha bu streamda u fon o'tashi og'ziga berib o'rganman deb turib gapirib o'tiribsan uka. qan topincha og'ziga berib yuboribman degan gapni. Elimdan chiqayotgan gapni gapiryapman men uka. Aha. Bu korotchi u Sardor, ya'ni meni shaxsiy bo'lgan o'z akkauntimda o'tash o'ynab yurgan bir paytda, men bu bolaga podдержка bergan bir paytimda menga nisbatan qilayotgan ishi bu bolani. Gapirdim, ha. Eshitlayapman. O'tash narsani u ko'rsatib beringchi degandan keyin, ha, gapirdi meni deyapti. Nima bo'ladi bu gapirishingga? Mana siz onadan so'kishingiz sabab nima ekan? Seni so'kmayapman uka. Sardor deb turib so'kyapmanmi? Qo'l urishyapti bolalarim, seni David qo'yapman uni. To'g'rimi, noto'g'rimi? David qo'raman deb emas, prosta qarab berib otgansiz o'sha paytda. Sardor uka, fikrlashingni keng qilgan uka. Nima unaqa tor fikrlaysan menga nisbatan uka? Nimasi tor uni, nimasi tor? Polni so'kinib yurganlaring, nimasi tor fikr? Seni so'kinmayapman, sherigingni so'kinyapman uka. O'sha sherikni otini aytib so'kyapsiz o'sha payt. Sardor, sen meni imенно ko'rganmisan u kadrda men seni so'kinganim uka? Imенно seni so'kinganim ko'rganmisan uka? U Telegramingga ham yozma, Sardor u tishlaymi, ha, u meni bolalarim o'ynayapsan. Streami yo'q ekan deb. So'kinmaysiz, keyin So'kinmaganman u senga. Nima bo'ladi? Hech qanaqa foydasi yo'q bu yoqda 3 ta Yo'q, qadi. Yo keltirib ber o'sha 3 ta harfni. Qadda qildim senga nisbatan 3 ta harf dishini. Keltirib beraymi? Keltirib ber. Keltir hozir. Bo'ldi. Qarab turman, siz yozib Telegramingizda topib olaydi. U korotchi bu Telegramimga o'tashi, u kanaliga jalba tashaganimni menga tashlaydi. Undan oldin menga esa o'tash ruinga, ya'ni meni minusga tiqishga bu bola o'ynab bo'lyapti bu bir paytda. Yana eshitinglar gapini. Juda ham chiroyli, prekrasniy gapirganman bu bolaga. Ha, senga yozdim o'zim. Bo'ldi, hozir tashlayapman. Topib olaydi. Yo, sherigim bilan men alaqam. Men tushunmayman. Sen prosta aralashyapsan-ku biz ishga.
Mana shu narsani bitta ko'ringchi. Ha, tashladim sizni. Yo sababi bormi bu berishimi? Bu короче aka bu o'ta sababi bormi deganim, sizlarga ko'rsatib o'taman. Ya'ni menga 31-oktyabr kuni men senga yozdim. U deganim soat 2:30 da bo'lgan. Keyin Sardor esa jalbani menga tashlagan. Keyin men bunga gapirganman, sababi bormi deb. Eshtinglar buni. Yo keltirib beray meni berishimi? Stream o'ynab o'tirib, poli men stream sniperlik qilding. Keyin o'tash bolalarga stream sniperlik qilyapsan. Mumkin, daxoya zedda ish. Druziyada. Sardor Druziyada bor eding ekan, jon uka. U noto'g'ri bo'lsa gapirgin uka. Tushdim bo'ldi. Uka, Druziyada bor odam birga tushdim, to'g'rimi? uka bu narsa nima degan narsa uka? Eng ko'p dedi, oliy cho'q qismasin menga nisbatan uka. Senga yozdimmi o'zim? Sardor ishlaymmi uka dedim. O'sha karta sizlar bilan tushib, o'sha yopib yuborgan kartamdan. Ketma ket. Shu oldin tushib qolganimizda nima bo'lgan u yerda? Keltir o'sha narsa, nima bo'lgan uka? Polni so'kib qo'lni urgansiz lekin. Seni so'kkanmanmi men? Yo, hozir sen aralashmagan aka hozir. Telegramingga men nima deb turib yozganman Sardor senga uka? Nima deb yozibsiz? Sardor nega menga nisbatan unaqa ko'tlik qilyapsiz? Imенно sizni boshligingizda sabab deb yozganman. Keyin bu ishlaringizni erta kuni o'ylab qilyapsizmi dedim. Keyin o'tash video tashlayapman. Videoda orqasida esa mana zavi ko'taryapman. To'xtamasdan dariga qarab bosgan joyim yo'q lekin deyapsan. Lekin hozir sizlar bilan birga tushdim deyapsan. Ketma-ket meni akkauntim bilan tushyapsan-ku jonga. O'sha payt men Druziyaga qarab bosgan joyim yo'q edi. O'sha payt so'kib qo'lni urgansizlar. Hozir gapiryapsan. O'tirganman, keyin yopganman o'sha payt. Hozir oldi gapirding-ku. Tushdim Druziyaga qarab deding. Hozir gapirding-ku. Da, undan oldin ham tushdim. Hozir endi yo'q. O'sha payt Yo'q. Gap ikki xilligini ko'ryapsizlarmi? Gap ikki xilligini. Yo, Sardor hozir senchi, uka, vobshe ikki xil gapiryapsan, uka. Senga nisbatan uka, yo'q. Seni men Abdushu deb turib ukam deb bilganman deganman. Sen deganman, bundan keyin u bo'lib qol deganman. Men kim bilandir urushsam, sen o'sha narsaga aralashma deganman, uka. Kim bilan urushsam ham. Sen temada yo'qsan chiqirib. Biriga. U to'pon temasiga ham yo'qsan sen. U sektor temasiga ham yo'qsan. Даже mana u TikTok u yaboz temasida ham yo'qsan, uka sen. Nimaga sen menga aralashyapsan, uka sen? Imini sen meni so'kinib o'tiribsan, uka. Sen birinchi ko'tlik qilyapsan menga nisbatan, uka. U короче akalar ukalar tugadi. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim, birinchi o'chirda ko'rsatmoqchi bo'lganim. To'pam meni yuborib turib, Svitoy hamda dadam rahmanlikdan so'kiyapti, katta ketyapti. To'g'ri. 1 marta meni yopar, 2 marta meni yopar, 3 marta meni yopar. To'g'rimi? To'g'rimi, noto'g'rimi akalar? Men ham yopilaman kimgadir, men ham o'laman kimgadir. Kerak bo'lsa bir keldali odamlar meni o'ldirib ketadi. Bir keldali odamlar. Streamini tomosha qilinglar, kimdir o'lib ketsa, onangni, otangni, habbingni. Yaqin tesba bo'ladi bu yerda. O'tashdan turib so'kishadi. Katta o'zbek o'ldirib ketadimi, yoki tojik o'ldirib ketadimi, yoki qirg'iz o'ldirib ketadimi, yoki rus o'ldirib ketadimi? Neni deb turib so'kishni ishni bilishyapti bu bolalar. O'zi aslida bu bolalar men qo'limni uchini tekkizmaganman. Na sektorga ham qo'limni uchini tekkizmaganman. Na o'tash baroniga ham qo'limni uchini tekkizmaganman. To'fanga ham qo'limni uchini tekkizmaganman. Bularning hammasi birinchi bo'lib turib boshlagan bu yerda sektor bo'lgan. Aka sektor bilan nima bo'lgan desanglar, jigarlar, sektor birinchi bo'lib turib meni komandamda o'ynaydigan odam bo'lgan. U как будто o'tashi Bumble komandamdan chiqib ketgani, o'tashinga o'xshagan meni komandamda o'ynaydigan o'yinchim bo'lgan. O'tir desam o'tirgan, tur desam turgan. Buni ham fakti bilan keltirib qo'yaylik desanglar, bu narsani ham fakti bilan keltirishga aqlim yetadi. Etakda kechasi 3 o'lami, 4 o'lami, o'tashi sektor stilbog Ali qanaqa maslahat beradi? YouTube yurmayapti. U to'g'ri maslahat bering. Siz bilasiz, mashina ichidasiz degan. Men hamma yo'qda o'sha o'tash patidolar bilan o'rgatib qo'yganman bu bolaga. Bu yerda nima kerak bu unaqa videolar o'tash ommaga chiqarishdi? Nima maqsad bu yerda?
Maqsadi bitta. Hayır. Men To'fani kanalini yopib yubordim. Bu narsani ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Nimaga yopib yubordim? O'sha joyda meni svitoyimdan so'kayapti. Dadamdan so'kayapti. Poni so'kayapti. Bu bolani qayerda turib ko'rsam mijilab beraman. Gapimga atkirib javob beraman. Qayerda turib ko'rsam mijilab beraman bu bolani. Nimagaki bu bola ancha oshirib yubordi. Juda oshirib yubordi. Oldinda yonimda juda ko'p o'yinchilar tayyorladim. Bumblebee bormi, Tabasco bormi? Tabasco'ni kim tanirdi? Bumble'ni kim tanirdi? Hech kim tanimardi. Hech kim bilmardi. Bu Tabasco bilan men urushib, janjallashib tanishganman. Yetakda hozir ham muomalam zo'r. Hammani kim orqali tanidinglar? Men orqali tanidinglar. Meni streamimni ko'rib tanidinglar. Men u tashi bolani yonimga olganimdan keyin tanidinglar. Ertaga Temur bilan o'ynamay qo'ysam, nimaga Temur bilan o'ynamay qo'ydingiz deyiladi. Ertaga u tashi Akobir bilan, ya'ni u tashi Abror bilan o'ynamay qo'ysam, nimaga Abror bilan o'ynamay qo'ydingiz deyiladi. Hech kim o'yini zo'r bo'lmagan. Hech kim o'yini pizdiz bo'lmagan. Bu PUBG'ga kirgan odam zo'r o'ynayman demagan. Bir paytda u tashi mi telefonda o'ynaganman. Telefondan iPadga o'tganman. Hamma yaxshilab fikrlasin. Hamma yaxshilab fikrlab o'sha narsani esingizdan chiqarmanglar. Hattoki sektorda ham hech kim tanimardi. Sektorda hech kim tanimaganidan men bu insonni komandamga ham qo'shganman. Bu kerak bo'lsa, endi yana ozgina u to'kinadigan joylari bor, lekin ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga. Ko'rsatishim kerak deb bilaman. Ularga men fakti bilan ko'tarib qo'yay. Hozir men sizlarga bu Telegramni ochaman. Короче, mana. To'g'rimi? Именно shu paytlar esingdami? Seni mana qarab. Hozir. Men sizlarga hamma narsani fakt bilan keltirib beraman. Sen tomosha qilib tur, kim chaqiryapti seni? Meni bu yerda sektorda men chaqiryapman bu yerda. Sektorda o komandamga men chaqiryapman bu yerda. Bu narsani ko'rmoqchi bo'lsanglar Telegram kanalimga o'tib ko'rishinglar mumkin. Lekin juda eski narsa. 29-may kuni tashlaganman men bu narsani. Mana, seni kim chaqiryapti menga? Sen kiryapsan yonimga mana. O senmisan gapirayotgan? Erke? Muji? O senmisan gapirayotgan menga? Senmisan mana shu menga gapirayotgan? U polni mana-da. Polni meni yonimda ham birga o'ynagan esingdami seni? Qani? Ha, sapal o'tashi u pastdan o'tashi o'rtarog'iga o'tkazdim-da. Sen ma'da men bilan o'ynayotgan esingdami seni? O'tir desam o'tirarding, tur desam turarding. Shu yoqqa bos desam bosarding, yurma desam yurmarding. Shu ham esingdami seni? Ali, paddeshga bering deb turib, ertasi kuni chatto nonko'rlik qilgan ham senmiding? To'g'rimi? Tan olma, erkak bo'lib mana streamni shaxsan o'zim topib turib, senga tashlayapman men. Erkak? Sentiva. U короче sektor men so'kinib turib har xil bema'ni gaplar bilan Telegram kanaliga tashlayotgan bo'lgan. Keyin poni hamma narsani men 29-may kuni Telegram kanalimga tashlaganman. U kechagi kuni open case qilayotgan vaqtingni Ali red qilib bering, open case qilyapman degan senmiding? Tomosha qilib turma uni. Mana ishlar gapini. Imini meni yonimda o'ylab yurganda open case qilyapman Ali, red qilib berib. Pul olmaganman men u paytda. Pul olgansan, endi gapini eshitinglar, jigarini. O'sha joyni topdim. Iminni o'sha streamingni. Mana. Keyin bu ikkitaga qo'l oling mana. Ma'da utash Bugatti open case qilyapti. Kim iminni mashinasidan telefonni ko'rmoqchi bo'lsa, chatimga tagi yoki men streamni opisiyanasida Telegram kanalimda ko'rishingiz mumkin. 29-mayga chiqarib faqat. Xitoy
Manetda o'tasha Ali degan odam senga red qilyapti, senga uryapti redni. Sen nima endi meni qara. Sen reaksiyani. Toy. Ali rahmat jigarim addushi. Ali rahmat jigari addushi. Jigarim rahmat jigarim addushi. Kecha jigarim deb turib, ertasi kuni ko'tiga yetargan ham sensan. Turqi tarovatingga qo'ttag'im. Bilgim, manetda daxuy odam, mana menga daxuy odam Alidan red deb kelgan senga. Endi shu joyda ozgina to'kilishlar bor. Ataklarga mikrofoninglar baland bo'ladigan bo'lsa, nafsi pavshi taqib olinglar. Seni men hech bir joyda past bo'lsin demaganman. Seni naborot baland olsin deganman. Turqi tarovatingga qo'ttag'im, sen hech qachon men past o'rnida ham ko'rmaganman. Shu narsani bilgin. Seni past o'rnida ko'rganimda daji kamandamga ham qo'shmasdim sen. Non ko'rdi. Bilgin, kecha kun jigarim deb turib, endi esa ertasi kuni Ali o'zi bu uyda degan shustri sensan. Bitigimda meni yovib olganingdan keyin, betimga o'ynaganingdan keyin, srazi men senga Telegramda Joni bundan keyin timidsa yo'q. Bir-birimiz ko'rsak otishamiz deganman. Seni men shartda yovib olganimdan keyin so'kingansan, ko'tsan, naturi ko'tsan. O vaqtida o'tash nonko'rlikni qilgansan, bundan keyin ham qilasan sen. Sen hech qachon yaxshilikni bilmaysan. Tvar. Sen tvarni men bu joyingda ich qoraliging bor. Bilgin shu narsani. Senga daxvi yaxshiliklar qilganman. Tvar bittasini ham bilmagansan. Hattoki Liboga shartda o'tirib turib chichib qo'ygansan. Ko't Ali komandangizga qo'shib oling deganingni ham kel yonimga degan chaqirga men bo'laman. Tvar. Aqli farosating gassizki, amada o'pingiz qilyapsan, jigarim deyapsan, ertasi kuni. Mana yana hattoki mada daxuy odam kelyapsan yoningga. Mana Rahmat Ali jigarim addushi. Gando senga faqat qissa zo'r, qilmasa yomonmi? Gando sapar fikrlashni keyin qila biladi, negativlar. Kecha kuni meni yonimda qo'tag'im o'pib yurgan bola bo'ladi bu. Bu bola bilan men qanaqa qilib gaplashardim? Eshitdinglarmi bu narsani? Qo'shaman bilan Ali streamni ko'rgansizda keyin ko'rdim Ali mujik bo'ling ko'rdim degan. Shular kelganmiz sizlar angari kelgansizlar. O'zi ikkita ortiqcha odam bor edi. Tushunasizmi? Bizda 3 ta, sizlar 4 ta bo'lgansizlar. Ali xo'p bo'pti, mayli. Erta ikkita ortiqcha odam bo'lgan, tushunasiz? Siz birinchi emas Ali, birinma keting kelgan. Ali shunaqa birinma keting kelingan. Tushunasiz? Birinma Ali o'zi streamni ko'rib menga aytgan. Joylik ko'rdim degan. Abrorov ham biladi, aka, birga kelganmiz deb. Abrorov bilan gaplashgan paytda birga kirib kelamiz degan. Yo'q, tanimadim degansiz. Nimani tanimadim degan? Nimani tanimadim deganman? Siz menga tanimadim uni degansiz. Bitta tanimadim uni deganman. Vakillarini bilmadim degansiz. Men sizga o'sha payt yo'q, biza keldik, nok berdim, Ali. Gapiraymi men ham? Qo'y. Aytol naq qo'y bilan. Men ham gapiray. Yo, nimaga bir mujik bo'lib gapiring-da, tagoy. Shular keldim, bitta nok berdim, Alilar ekan dedik, bo'ldi. Shular kartaga qarang, aka o'zi 9 ta odam qolibdi. Biza 3 ta, ular 4 ta, yana 2 ta odam bor, fight qilib qo'yaylik dedi. U nokni ko'tarib oldinglar, boshqa bo'ldi, o'sha fight bo'ldi. Aha. Sizlar sizlar bizga fight qilsanglar, u bo'laveradi-yu, lekin biz sizlarga push qilmaganmiz. Biza 3 ta bo'lganmiz, sizlar 4 ta bo'lasiz. Bizda hayotda push qilib, biza prost uyga o'rta, o'sha uy o'rtada Ali, dona kichkina bo'lgan. Sizga nima deganman? Nima degansiz? O'sha paytda men sizga nima degansiz? Qani setingchi? Bilmayman, nima degansiz o'sha paytda? U siz bilan bila tushib. Tushib qolsak otishmaymiz degansiz. Xo'p, aha. Yo'q, adashyapsiz. Xo'p. Adashyapsiz. Aha. Ikkinchi bor shunaqani bila tushib qolsa, Joni shu narsani esingizdan chiqarmay, u sizligingizga shunaqani qaramasda sizni men yopaman deganman. Aha. Sizdami shu gapim? Nima degansiz? Yo'q, eshitmay qoldim. Qayta gapiravering. Men sizligingizga u qaramasdan sizlarni men sirazu rashk qilaman deganman. Aha. Sizdami? Da. Aha. Hop. Unda vaqtlar o'tyapti, netyapti, birga to'g'ri kelyapmiz. Biz sizga rashk qilsangiz, sirazu ko'tingiz yonib ketadi. U sizlar bizga rashk qilsanglar, lekin qanaqa narsa bu?
Ali unaqa Ali biz sizga hayotda rashk qilmagan. Bu короче akalar bitta kimga to'g'ri kelib qolganman. Bitta kimga to'g'ri kelib qolganimdan keyin men bu bola meni yovorgan. Keyingisidan mabodo ya'ni tushib qoladigan bo'lsa, to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, kimista qilmaymiz Joni deganman. Ya'ni sektorga gapirganman. Gapirsam bo'ldi xo'p degan. Men to'g'ri kelib qolganimdan keyin hatto yovorganman. 5 shans yovorganman. 5 shans yovorganimdan keyin barcha so'kinishni boshlab ketgan bu bola. Xullas akalar ukalar shu joygacha men gapirdim, netdim. Endi boni o'tash eshitdimi, eshitmadimi? Ayrim bir qo'shtirnoqning ichidagi negativlarim sizlar bosinglar albatta. U negativ bor joyda aktiv bo'ladi. Albatta aktiv bo'ladi. Ayb u bor joyda ham aktiv bo'ladi, negativlik bor joyda ham aktiv bo'ladi, bosinglar gazini. Lekin ikkita o'zbek bo'lib turib, bir-birimiz bilan urushib, so'kinishib, talashgandan ko'ra, shart mashaga kelib turib, shart hammani oldida kelishib, 5 tashashligiga aqli yesa qilish kerak. Men libo время tayyorman. Lekin bir narsani bilinglar-da, bu inson tashi qaytarib o'taman, kimdir yuborsa enasidan so'kadi, buvisidan so'kadi, dadasidan so'kadi. Kerak bo'lsa sizlarni ham so'kkandir. Sizlar ham bitta kartaga tushib uni otib qo'ygandirsizlar. Lekin sirada buyuni eneli ma'da bor ekan, buyusida bitib qo'yardi, dadasida bitib qo'yardi deb so'kinish deydi, boshlashadi. Sen ham, siz ham bir og'izdan chiqadi. Kamandamni so'ksam, xatosi uchun so'kaman. Kamandamga xato gapirsam, xatosi uchun xato gapiraman. Lekin realniy hayotda men mashinayman. Mashinali insonman. Hech qachon shu narsani unutmayman. Va shu paytgacha meni gap so'zlarimni eshitib turgan jamiki jigarlarimga esa o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Men endi gapimni hissa qilib, o'yinimni davom ettiraman.